Qaysi qo'yga qancha baho berdi aka? Buni qo'yga u? Yo'q, o, narx qo'zlarga. 5 qo'shqor qancha so'mdan? 50 bergin 5 o'na. Bunda 5 o'na 10dan ber deb aytdi ekanda. 50. Bugun 18-fevral Jalolobodda Juma bozorida turamiz tug'anlar. 50 berdi, az qo'zlar tartam. 42,5 berdi ekan. Az qo'zlar tartamiz tug'anlar. 10 turadi qo'zlar. Jeni tag'asidan jeyn oladi ekan tug'anlar. Like bosib turingizlar tug'anlar. Sizlardan bo'lg'ani bir like tug'anlar. Biz sizlarga xizmat qilishga harakat qilamiz tug'anlar. Yaxshiroq. Mana qo'zlar ekan tug'anlar. Mana shu qo'zlarga 10 mingdan qo'zga chiqarlar ekan. 5 o'sini 10 mingdan beradi ekan. Ber deb aytdi. Sanaqa odam 42 ming berdi tug'anlar. Mana qo'y bozor. Bunday tug'anlar. Boshqalarni da tartamiz. Podpisatsiya etib turingizlar tug'anlar. Qizlar. Ber. Ber canım. Biletkan arasmı? Anı verirsen şunçadan vereceğim o zaman bir gözünü berişke isteyeceğim diye. Utkaçılardı. Köneniz biliyorsunuz. Yerimde 100 koytura danı bermeydi ana ne ben 4 bozum bu. Cenge veres ver ürçe. Bana vere cenge verin. Rasmı? Taga tapqaning maga ekan da. Cenge örgen boy bulup tağası. Ber canım et. Şunu alıp koygun. Alıp Ben dağa alıp koydum. Tamam ne kılayın alıp. Hoş da otam. Hoş. Turmuş berdi. Mana tug'anlar 45 bo'ldi şey. Taga jeyinlar bugun bozorda qizdirdi, qo'y bozorida tug'anlar. Biroz ichidan tartamiz. Podpisatsiya etib like bosib turingizlar. Bugun juma kungi bozor tug'anlar. Chiniq bozor ertaga bo'ladi. Bugunda qiziq o'tadi. Suvda dadil bo'ladi tug'anlar. Va bo'ldi mana joyda so'raymiz. Maqsad biz tarafdan qo'yib tassangiz. Qancha so'mdan berasiz? Qo'zi qo'yib. Qancha berasiz dasın? 58. 58 ming qancha? 5800 da. 62 pul verdi aka sizga chiqadi. 6200 ga oldi deb aytdi tug'anlar. Qo'z erkakmi? Erkak urg'achi aka? Jarımdan xudo qalasa. Urg'achi kim? Urg'achi qo'zini 6,5 ma sotasiz deydi. Qizi tug'anlar. Mana hozirda da bor bo'ldi. Qancha verdingiz? 13. Qancha tish ava qo'y? 8 tish. 8 tish. Qo'z erkak o'xshaydi. Yana bola 13 berdi. Qancha berdi otasi ava? 17 ming kem bor. 17 ming kem berdi o'tadi ekan tug'anlar. Ha. Tomdan da otasi ava qo'ylar. 11 ming berdi. Qancha tishlar bular? 6 tish, 4 tish, 2 tish. 6 tish, 4 tish, 2 tish ha? Suradi u? Yo'q, em tishdi. Ha, yemi tishding ha. Yaxshi. Bugun shunday arar yerda bo'layotganda bozor ha? Ko'chada, yoqda. Ko'chadagi keladi. Qancha so'mdan deb aytdingiz aka? Qo'zg'olarda 13 dan. Qo'zg'ol qancha tishlar aka bular? 6 tish, 8 tish. 6 tish, 8 tish ha? O qo'chqorni 9 ming o'tdim. Jemda turadi. Ha, onani qo'zg'ol chiqardimi? 9 ming suradi u? Suradi. Qancha berdi aka? 7,5. 7,5 berdi qo'zg'ol, qo'chqorga. Ha, bunalargachi? Qo'zlarga 11,5 dan beradi. Qo'zg'ol qo'ylarga 11,5 dan berdi degan sotib aytasiz ha? Juma kungi bozor. Ertangi tag'in bozor. Onlar buni. O'zaqda turpoqan bor bo'ldi ekan, buni tartib qo'yarsiz. Assalomu alaykum. Erkak paka? Qanchadan berdi? 15 dan. Evkam sen jana 3 dan olsan? Ha. Evkam sen de sorsam bunu. Ne so'rasangiz? Qancha berdingiz aka? Huzur odat. Qancha berdingiz aka siz? 15 ha? 15, 16, 17 var. Urg'achi turpoqlar 15 ming berdi. 18 dan o'tadi ekan tug'anlar. Nima tug'anlar bugun O'zaqda? Qo'ylar. Qaysilarga berdingiz aka? Men nimasini aytdim? Qo'chqorlar bor ha? Qancha berdingiz aka? 18 dan. Qancha tish ekan? Qancha tish aka? 4 tishlarga 18 mingdan beradi ekan. Bundan 18 beradi ekan tug'anlar. Bundan sariq 25 mingdan da 18 dan. 25 dan o'tasiz. Juma kungi bozor tug'anlar. Ertaga dag'in bozor bo'ladi. 4 tish qo'chqor. 4 tish qo'chqorlar. Xuddi shundan 7 minglar. Dag'in tartasiz tug'anlar. Like bosib turingizlar. Like men podpisatsiya etib tug'anlar qo'llab-qo'llab. Mana bu yerda. Qo'chqor baba. Urg'achi qancha tish? Qo'l yali. Qancha bertasizlar?
Qancha bertasan? Ha, 9,5 berib aytamda. Semiz ekanda. Ona cho'ng qo'ylaringizcha va? 14 kam var. 14 bo'zmi? 6 tush ekan onlar 14 kam bor deydilar bugun. Ko'shaga. Jana 3 qo'ydan suvdasi jamon qiladi. Qanchadan aka qo'ylar? Qancha tush aka bular? Qo'zi 4 tushlar ekan, semiz so'yishlar ekan, deymi? Onun ishdan qanchadan beradi aka shularga? 13 dan o'tadi, 11-12 beradi ekan to'g'anlardan. Shularga. Nima Ben sen niyetleyince olmadı o. 6000 ga ko'tarib qo'yibdi. 200 so'm berdi odasi, 200 so'm talashdi qo'ziga. 60 ekmek. Urg'achiga. Maaşla takasın. 63 ga berib ekan ekan. Başında kaldırırsın attaydı. Onlar bugün shunday, mana ko'chalardala bog' bo'ladi, mana endi bog'da ko'chalardala. Shular barini tartib ko'rsataman, like bosib turingizlar to'g'anda ertangi. Qadimgidek Jalovat qo'y bozori bo'ladi. Qancha so'mdan odasan aka? Qancha? 7,5 qo'za. Urg'ach qo'zilar. Ha, erkak qo'chqorlar bu. Qanchadan berdasan aka? Baqildi aka? Qanchadan berishdi? 5,5 dan so'rayotadi ekan erkak qo'zilar. 7,5 dan deydi. 5,5 dan bozor qolar aka. 5,5 dan beradi ekan. Qo'chqor qancha so'mdan aka? Ha, so'liq bu. Qanchadan? 12 bu. Qancha tish? 4 tishmi? Qancha so'radi aka? Qancha berdi? 9,5. Cho'ta 10 ga berib beradi o'xshaysa. Berib. Bunda so'liqdi bunda, eko meni qarab turganda. Qanchadan berib edingiz? 16 dan berib berdi. Qancha tish aka? 4 tish. No 4 tish ekan, no 2 tish ekan. Ha, narxi 2 tish ekan 16 dan berib beribdi shular. Bo'z o'xshaydi, ha? Bo'z. Yo'q, sirda shuna to'g'anda. Bilinmaydi deydi. Ana. Qanchani tug'an? Ekini 60 dan qo'yib berdi o'tata, noqonashida. Semizligidan deydi 60 dan qo'yib berdi deydi to'g'anda. Sakaldı boş bu 70 geçir falan olmuş. Emçak kavaylar. Sen 5. Bugün shunday bozor to'g'anlar. Baykas pascha turingizda. Ot bozorlarda tartdik, mol bozorlarida tartib olsanlar bugungi kun qo'ldan kelsincha. Ana uni yerda lag'mo bo'lsa tekeni. Rayda. Çala koy adamları bu. 15 mi? 15 ming tekada, ha? So'radi u? 7 ming? 7. 9400 bo'ldi aka. Qo'chqor u. Aka qo'chqor urg'achi u. Qo'chqor ekan 9400 bo'lib turdi onlardan.